Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kecha video qo'yganimizdagi eng birinchi bo'lib Ziyodulla akamiz Zonlon kompaniyasi ishlab chiqargan 1 tonnali modelimizni so'ragan ekanlar. Xudo xolasa hozir to'liq obzori va narxlarini aytib o'tib ketaman. Ungacha sizlar ham o'zlaringga yoqqan mahsulotni kommentariyada yozib qoldirsalaring, albatta alohida olib chiqib video qilib tushuntirib beraman. Bu tarafda Pony Labo elektronik Labo eng kim birinchi bo'lib yozsa o'shiniki eng birinchi bo'lib videoga chiqadi. Bu tarafda Chopper, Enduro modellar, Street modellar va eski ko'rinishdagi mototsikllar. Bu tarafda bo'lsa Honda samasvallik, Zonlon, yangi samasvallik, Zonlon, eski samasvallik, Alp, Honda yana xudo xolasa o'zlaringga yoqqan mahsulotni kommentariyada yozib qoldirsalaring, albatta alohida joyga olib chiqib video obzor qilib ko'rsatib beraman. Xudo xolasa boshladik buni ham. O'zini og'irligidan tashqari 1 tonna yuk oladigan mahsulot. O'zini og'irligi bilan 1,5 tonna bo'ladi. 2 tonnagacha yuk olaveradi bu degani. 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni olaveradi. Bir raqamda 1 tonna yozilgan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bortiga yana bort ko'tarilgan. Alohida chorvachilikda ham ishlatsa bo'ladi. Uyda mehnat qilgani ham ishlatsa bo'laveradigan mahsulot bo'ladi bu. Bortlarni razmeriga keladigan bo'lsak, 220 ga 130 lik bortlar o'rnatib qo'yilgan. Juda chiroyli ko'rinishda. Bu variant samasvallik varianti bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, samasvalning o'zi ham juda baquvvat va kardan bilan ishlaydi. Motor yordamida ko'tariladigan samasval bo'ladi. 3 tonnagacha yuk ko'tarishga moslashtirilgan enshalar qo'yilgan va enshani ham juda baquvvat bo'lgan ramalar ushlab turadi. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, oldi tarafi juda seryozni ko'rinishga ega va juda mustahkam bo'lgan motorollerlardan biri. Jahon bozorida o'z o'rniga ega, to'g'riroq O'zbekiston bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan bu mahsulotimizni oldida vilkalari ikkitalik. Eng birinchi bo'lib Zonlon kompaniyasi ishlab chiqargan bu ikkitalik vilkalarni hurmatli kuzatuvchilar ko'rishlaring mumkin. Biri vilka vazifasini bajaradigan bo'lsa, biri amortizator. Amortizator nimaga kerak oldi tarafiga deyishlaring uchun, oldi tarafida sakrash ko'p bo'ladi orqadagi yuki bilan va oldi taraf ko'tarishlari ko'p bo'ladi. Yamaga tushganda juda ko'p sakrab ketishlar bo'ladi yoki oldi ko'tarilib ketishi mumkin orqada og'irroq yuki bo'lsa, shuning uchun amortizatorlar o'rnatib qo'yilgan. Oldida ikkitali vilka qilib, ikkalasiga ham prujinalar o'tkazib qo'yilgan. 12 razmerdagi Damas balon tushadigan balonlar o'rnatilgan va sovutish sistemasi radiatorli bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, radiatorining ichida antifriz aylanadi. Xudo xolasa motorolda qizib ketishidan ancha asraydi. Bemalol uzoq yo'llarga ham minib yursalaring bo'laveradi va sekin minib yursalaringdan bo'laveradi. Radiatorlari ham mustahkam va radiatorda o'zini ham parragi bor. Bu tarafda bo'lsa antifriz bachoylar qo'yilgan. Motor 200 kublik original motor o'rnatilgan. 200 kublik original motor 100 kilometrga atiga 5 litrgacha bo'lgan rasxod qiladi yuki bilan. Yaponskiy karburatorlar, 23 litrlik benzin bak va tablolarini ko'rishlaring mumkin. Tablolar ichi oq qilib ishlangan. Kunduz kuni ham bemalol ko'rib ketsalaring bo'laveradi. Maksimal tezliklariga 60-70 kilometrgacha chiqadi. Benzin datchilari o'rnatib qo'yilgan. Skor guruchlari sifronli yonadi. Ramalari eng baquvvat bo'lgan mahsulotlardan biri bo'ladi Zonlon. Ko'rishlaring mumkin. Ramalari ham juda qalin va ko'pchilik o'zi minganlar biladi, Zonlon eng kuzufi qalin mahsulot bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, kuzufi eng qalin mahsulot. Ichki taraflari, ichki holatlarini ko'rishlaring mumkin. 1-1,5 tonna yuk olganlaringda ham oshib qolmaydi yoki tashqariga chiqib qolmagan holatda bemalol yukni olib yuraveradi. Endi orqa taraflariga keladigan bo'lsak, orqa taraflarni ikkitadan ochadigan. Yana bir aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, bortining uchala tarafi ham ochiladi, hattoki tepalari ham ochiladi. Orqa taraflari ko'rinishlari
Juda chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan, ranglari ham juda chiroyli. Ko'zga tashlanadigan rang. Kech paytda yurganlaringda ham mashinalarning farasi albatta ko'zga tashlanib tushib turadigan bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin ichki holatlari. Bu tarafda akkumulyator o'tirib qolganda tepkislari o'rnatilgan. Bu tarafda bo'lsa mustahkam dugalar va oldiga oyog'iga shabada urmaslik uchun qo'shimcha narsalar qo'yilgan. Faralar LED fara. Panajinli pavishinilar o'rnatilgan, bemalol 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni podiyomli tevaloq joylarga xudo xolasa olib chiqib ketiladi. Endi rama qismlariga o'tadigan bo'lsak, yana ko'rganlaringdek juda qalin ramalar va bu tarafda ham yana qalin ramalar o'rnatilgan. Kardanlari ham juda mustahkam va baquvvat bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Silindrlari 3 ta pog'onali bo'ladi. Va yana muhim jihatlaridan biri risol. Bu prujinasiz bo'ladi, risolni o'zi. Va lekin orqasida qo'shimcha stabilizatorlar o'rnatilgan. Ikkitadan stabilizator o'rnatilgan. Sakrab ketganda muvozanat ushlab turish uchun yoki sakrab ketmasligi uchun bo'ladi o'zi asosan bular. Lekin sakrab ketgan holatda ham muvozanat bir xilda ushlab turish uchun o'rnatilgan stabilizatorlar va zatniy most. Zatniy mosti ham juda baquvvat. Baquvvatligi nisbatiga bemalol ko'proq yukni ham olib yursalaring bo'laveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, orqa balonlari ham 12 razmerda. Damas balonlar bemalol tushaveradi. Aytib o'tgandek, 2 kubaligi motor. Endi narxiga keladigan bo'lsak, $2550 dan sunnatiga o'tib beriladigan joylari bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, albatta savdolashib olsalaring bo'ladi. Endi buni bir yoqib ko'rsatamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishlaring mumkin. Tablolari bular turibdi. Motorlari ham yangi holatda hali. Ko'rishlaring mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar. Silindrlari. Bu tarafda bo'lsa stol bo'ladigan joylari. Motorlar bir tekisda ishlab turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaring mumkin. Bu faralarni yoqib ko'rsatamiz hozir. Juda yorug' faralar qo'yilgan. LED bo'ladi faralari ham. Hozir kunduz kuni uncha bilinmayapti, lekin kech paytda aniq bog'ingiz bo'lsa bog'ingizni, yo'lda bo'lsangiz yo'lingizni yorug' qilib beradi. Xudo xolasa ish qiladigan narsa, kunda agar ish qiladigan bo'lsangiz 300 mingdan to 1 milliongacha topishingiz mumkin mahsulotimiz bilan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, albatta savdolashib sotib olsangiz bo'ladi. Qolgan mahsulotlarimizga qiziqadigan bo'lsangiz, kommentariyada nomini yozib qoldiring. Albatta sizga alohida olib chiqib video obzor qilib ko'rsatib beramiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, endi bu taraf Polvon shashlikdan kelish, bu taraf Tantana chorrahasiga chiqib ketish bo'ladi. Hammabop choyxonasining oldida joylashgan do'konimiz. Hozir oldi tarafdan yana bir ko'rsatib qo'yaman. Hurmatli kuzatuvchilar, bu tarafda poni va elektronli laboyimiz. Benzinli mototsikllar. Oldi tarafdan ko'rinishi bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol do'konimizga tashrif buyursalaring, albatta bonuslar bilan qilib beramiz sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.